Orzu qildik va bunga erishdik. Assalomu alaykum kitobxo'rlar, salomatmisiz? Bu kitoblarni anchadan beri olmoqchi bo'lib yurgandim. Lekin oldimdan arzonroq chiqib qolishini kutib yurgandim va bugun nihoyat oldimdan arzonroqqa chiqib qoldi va bularni sotib oldim. Bularni narxini eshitsangiz ishonmaysiz. Birinchi kitob Penguin Classics, ya'ni Penguin nashriyotidan chiqarilgan William Makepeace'ning Vanity Fair kitobi. Bu ingliz adabiyotidagi eng durdona asarlardan biri hisoblanadi. Va ikkinchi kitob ko'pchilik kitobxonlarning sevimli yozuvchisi bo'lgan Victor Hugoning Les Miserables kitobi. Bu kitob Victor Hugoning masterpiece, ya'ni eng shoh asari hisoblanadi. Adashmasam bu kitob hali o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Buni ko'rishingiz mumkin. Juda ham yirik kitob. 1400 betlik kitob. Va bu qog'oz sarg'ayib qolganligini ko'rib hayron qolayotgandirsiz. Bu yangi kitob emas, bularning barchasi eski kitoblar. Bular 2000-yillarning boshlarida nashrdan chiqarilgan. Lekin holatini ko'rishingiz mumkin. O'qish uchun juda ham qulay holatda turibdi. Muqovalari ozroq zararlangan bo'lsa ham, kitobning ichki holati juda ham ajoyib turibdi. Va oxirgi kitobimiz ko'pchilik o'zbek kitobxonlari sevib o'qiydigan Andisha va g'urur kitobining muallifi Jane Austenning barcha romanlari to'plami. Ko'rishingiz mumkin. The Complete Novels of Jane Austen. Ya'ni Jane Austenni bilamizki, 6 ta katta romani bor. Va bulardan biri Andisha va g'urur. Bu yerda o'sha 6 ta katta romani va shuningdek bonus sifatida yana bir kichik novellasi, ya'ni qissasi ham bor ekan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 6 ta roman va kichik bitta novella. Bu esa 1300 betlik kitob. Bu ham eski bo'lishiga qaramasdan ichki holati juda ham ajoyib holatda turibdi. Bularni narxini aytishdan oldin bir narsani eslatib o'tay. Siz mening sahifamda hech qaysi o'zbek kitob blogerlarida topilmaydigan kontentni topishingiz mumkin. Chunki menda senzura yo'q. Shuning uchun xohlasangiz obuna bo'lib qo'ying. Endi bularning narxiga keladigan bo'lsak, Jane Austenning romanlar to'plamini 4,5 yevroga va bu ikkalasini 2,5 yevrodan jami kitoblar 9,5 yevroga sotib oldim. Bu juda ham arzon narxga. Qolaversa, bu kitoblarni ko'rishingiz mumkin. Barchasi 1000 betlik kitoblar. Ya'ni bu 850 bet, bu 1400, bu 1300. Juda yirik hajmdagi kitoblar. Bor yo'g'i 9,5 yevroga. Bu kitoblarni qaysi birini o'qigansiz? Izohlarda bu kitoblar haqida va kitobning narxi haqida fikringizni yozib qoldiring. Salomat bo'ling.